18 ming dollar bosh to'lov bilan Dubaydan qanday uy olsa bo'ladi? Studiya kvartiramizda 40 kvadrat metr razmerda bo'ladi. Oshxona jihozlari shu holatda barcha jihozlari bilan Bosch kompaniyasidan kelgan bo'ladi. Uyimiz o'zi to'liq mebel bilan keladi. Mebel deganda nima kiradi? Barcha televizor, ko'rib turgan parda gilam xuddi shu holatda kelinadi va albatta o'zini balkoni ham bor, sanuzeli ham bo'ladi. Agarda kattaroq kvartira xohlasangiz, albatta 1, 2, 3 bedroom kvartiralar ham bor. 1 bedroom, ya'ni o'zimiz tilda aytganda 2 xonali kvartiralar, o'rtacha 80 metr kvadrat bo'ladi va har bitta 1 bedroomni o'zini ofisi ham bor. Ofisdan tashqari bizda yotoqxonamizni bu yerda ko'rsataman. Xuddi shu mebellar bilan ko'rib turganingizdek barcha narsalar bilan topshiriladi. Yotoqxonani o'zini albatta garderoblari bor. Garderoblarimiz ham xuddi shunday LED laytlari bilan ochganda chiroyli yonib turadi va o'zini sanuzeli ham bor. Ko'rib turganingizdek barcha o'zini qulayliklari bilan tayyor holatda topshiriladi. Endi bu boshlang'ich to'lov 18 ming dollar studiyaga dedik, 27 ming dollar bu 1 bedroomga dedik. Buni qolgan summasini qanday to'lanadi? 18 ming dollar to'laganingizdan keyin siz qolgan umumiy narxi 180 mingdan boshlanadigan bo'lsa, 6 yillik to'lov plani bor. 3 yil ichida siz umumiy narxni yarmini to'lagan bo'lishingiz kerak. Qolgan summani esa uyga kirgandan keyin yana 3 yil davomida bemalol to'lab borasiz. Ya'ni umumiy 6 yillik to'lov plani bo'ladi. Hech qanday foizlarsiz, banklarsiz to'g'ridan-to'g'ri quruvchi tomonidan beriladigan to'lov plani shunday bo'ladi. Shunda 3 yil davomida siz 90 ming dollar to'laysiz. Yana uyga kirganingizdan keyin ijaraga berib qo'ysangiz bo'ladi. Qolgan 90 ming dollarga yana sizga 3 yil vaqt beriladi. Agarda kimdadir savollar bo'lsa, planirovkani ko'raman desangiz, binoni o'zini dizaynini ko'raman desangiz, bemalol savollaringizni izohlarda qoldirsangiz bo'ladi. Barcha ma'lumotlarni yuboraman.